Aziz obunachilar, mana shu joyni ko'rib turgan joylarda 6 xona uy, mana shu ustamiz G'olibjon boshchiligida mana shu joylarni polni bitkizdik. Usta, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Hormang endi. Charchamayapsizmi? Usta, endi bu yerlarda bir qator qilinayotgan ishlarimiz nimalar qildik, necha xona, razmerlarimiz necha xona yoritib borsangiz. Bu yerda 6 xona asosan. Bu yerda podvalimiz bor bitta. Bitta podvali 580 ga 3 metr. chuqurligi mana hozir buni ham ko'rsatamiz. Chuqurliklarimiz qancha bo'ldi? Chuqurligi 190. 190 bo'ldi. Stachkalargacha qilib beribsizlar-a, usta? Stachka qilingan. Dimoxodlar ana ko'ryapsizlar, qo'yilgan. qo'yib ketilgan. 580 ga 3 metr xona. 360 ga 3 metr xona. Bu yerda nimalarimiz bor haligi? Sanuzellarimiz bor. Uni keyin tepadagi koridorda oxirida bitta karton bilan bo'lib, yo penoblok bilan tepasida yengilroq narsalar bilan bo'lib olinadigan qo'lingan. Bu yerda shu 360 ga 3 metr xona. Techki 580 ga 3 metr xona. mehmonxona. Unimiz Spalniya u ham, Spalni 3 metriga 490. 3 metrga mana ko'rib turgan 490. Uni ham oxiri shunaqa hammom bo'ladi. Bu yer holmi? Bu yer hol. Oilaviy o'tiradigan hol. Boshqona. Shunaqa. Endi o'sha aylanamiz necha metr bu betonimizni? Aylanamiz 92,5 metr. 92,5 metr. Endi padojimiz nechiga necha quyildi usta? Padojimiz 70 ga 30 quyilgan. Karkasda shkletga qilib armaturada to'qilgan. Tepasiga ham lenchisiga ham tashlangan, a? Lenchlisini ham oxirgi tepa qatoriga tashlangan. Sviyaska olib ketish uchun hammasini birlashtirib, tashlangan hammasiga. Padojdan tepasi 110 quyilgan. 110 fundamentimiz shunday qo'ygan. Padojimiz 70 mingdan quydik. Tepasi har 10 santimetr 154 ming bo'ldi. 110 bo'yiga. Ko'pchilik santimetrini tushunmaydi. Shular uchun tushuntirib o'tib ketamiz usta. Padojimiz endi shunda mana o'lchashini qanaqa bo'ladi padojimizni? Padojimiz har 10 santimetrni bunaqasiga o'lchanadi, bu tomoniga. 12 mingdan. 12 mingdan ketadi. Bunaqa lenchishni har 10 santimetr. Har 10 santimetrdan chiqib kelamiz. Misol 110 bo'lsa, 1 metr bo'lsa 140 ming, 110 bo'lsa 154 ming, 14 ming ko'tariladi. Har anaqasi 2 metr bo'lsa, misol 280 ming shunday bo'ladi. Bu 1 metrdan ko'tarilgandan keyin o'zi qimmatlashadi u. Misol 14 mingdan qo'yayotgan bo'lsak, 15 mingdan, 16 mingdan 10 santimetr ko'tariladi. Chunki manaqa o'tish qiyin bo'lib qoladi, usta. Buni quyish qiyinroq. Aqllab quyish kerak. Qimmatroq bo'ladi. Armatura to'qishlarimiz 15 ming. Agar katlavan kavlashlar bo'lsa-chi, buni yer ustiga quyiblar. Katlavan kavlash bo'lsa 30 ming so'mdan metriga olinadi. Zaspga, karkas ular отдельный bo'ladi. Endi usta, mana shu yerda eski uylar bor edi. Mana eski uylarimiz mana o'zinglar buzdinglar-a usta? Qanchaga buzdinglar shu narx-navolarni ham? Bu yerda mana shu yerda 8 metrga 8 metr joyimiz bor edi. 10 million so'mga buzdik. Keyin qo'shimcha naveslar, bu yerlarda garajlar, mayda-chuyda narsalar bor edi, buni buzdinglar. Bu tomonda zaborlari bor edi. Ular bilan buzdik 10 million so'mga. 10 million so'mga buzildi. Endi tepasi betonimiz narxi общий puli 26 million 700 ming so'm. 26 million 700 ming so'm usta puli bo'ldi. Endi bu yerga ketayotgan rasxodlarimizni qo'llansak, shag'aldan boshlab shu armatura sementigacha. 12lik armaturamiz 1000 metr ketdi. 7,5 ming so'mdan bu narxi. Armatura narxi. Kolonnamiz 700 metr armatura ketgan. Bu 16lik. 16lik. 13 ming so'mdan. Bunisini 13 mingdan. Hop. Endi bunga 300 metr ketdimi? Bunga 300 metr ketdi kolonnamiz. Endi sementimiz qancha ketdi bu joyimizga? Sementimiz 20 tonna sement ketdi, 610 so'mdan. 610 so'mdan 20 tonna sement plus shag'allarimiz qanchadan ketdi? Shag'alimiz 12 kamaz ketdi, 750 ming so'mdan. 750 ming kamazimiz olib shakaroba bu, shakaroba. Shunaqa mana shu joyimizga mana shu narsalar ketdi. Bu yerda stachkamiz bo'lgan. Jicha stachka bo'lgan. 40 ming so'mdan quyib berdik. Kvadratini quyib berdik aziz obunachilar. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar.